Bittasi akamga, bittasi menga, ikkita chekdi o'rnida da. Mo pamisherasi bor menga bo'lsa kerak, pustoy akamga bo'lsa kerak deb oldi do'stlar. Ayovay sovun changliqda srochniy sotilib yotgan cheklarimizni ko'rgani keldik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uchurda biz Qorasuv shahrimizdagi Telmon ekimiz Oqo'rgani o'zidan bo'lg'oni Oqo'rga 2-ko'chasi 17-jana 18 bo'lsa kerak, ikkita chekdi o'rnida. Ko'rsatib qo'ying, ikkita qizil kitoblar bilan yonma-yon joylashgan. Plyuslarga pishig'ishlari bilan mo'shni holatda yashayman deb yaxshi proyektlar bilan solingan uylar bilan do'stlar ushunchagimizda ko'rsatgani keldik. Uyning esli nomerlariga ko'pchilik shashilib qoladi ekan. Esli nomerlarini birinchi aytaylik: 0559 10 67 67. O'sha nomerlarga kengroq qaylarsalar, men proyekt degan joyim do'stlar o'zini zakonniy liniyasidan dag'i ichkariga 2 metr girgizib uyni solgan ekan. Esim bu yerga shuga zabor qilmoqchi bo'lgan ekan. Uyning oldidan 2 metr bo'lsa, uyning ortqi jag'idan delar shunday cho'ng jellar tashlab qo'ygan ekan. Narqi qo'shni bilan o'rtavizda ham shunaqa pajarniy xotlarni ham tashlab qo'ygan ekan. Va shu yo'q gap so'z yo'q. Bundan sirtqili dag'i shunaqa proyekt bo'yicha uy-puylar solaman degan do'stlarimizga bu 8 sotlik narsa bilan katta mana plashatlari ham bor ekan do'stlar. Endi adreslarimizni shashilib aytib tursangiz, videoning oyog'ida aytamiz. Bu nomer bo'yicha Oqo'rga 2-ko'cha bo'lsa, oyog'idan hisoblanganda, yo'lni bo'yindagi Rossiya zapravkadan kirganda oyog'i bo'lib qoladi. Bunday ko'cha o'zida tuz bossangizlar Oqo'rgani o'zini maktabini stadioniga tep bo'lib to'xtab qolasizlar. Shashilib aytib tursangiz ko'rsatamiz. Endi sizlarga tayyorlab qo'ygan uyning proyektlaridan birini ko'rib qo'yaylik. Bu yoqda uglovoy verandasidan kirganimizda, bu yerda koridorimizdan sirazi o'ng qo'lga qarasangizlar, men bilishim bo'yicha bir kuxnyani o'rni joylashgan. Har bir komnatasi keng bo'ylardan biik joylashgan. Girib turib, so'l chapga bossangizlar bir detskiy komnatamiz joylashgan ekan do'stlar. Ko'rsating, bu glavniy koridordan kirganimizda razmerlari keng bo'lgan xo'lga o'tamiz. Buni razmerlarini katta tashlab qo'ygan ekan. Bu yerda mana o'ng chapga bossangizlar, sanuzelda o'rnilar tashlab, buni ham razmerlari uzun zo'r joylashgan. Uni oldinda bir spalniy xona deb o'ylayapman. Bu yerda bir zo'r qilib spalniy xona qilib bitirib olsanglar, har bir nimadan aynaklari ham qo'yilgan, uylarimiz yorug' ko'ryapsiz, svet yo'q holatda ham yorug' holatda. Bundan sirtqali razmerlari cho'ng bo'lgan bir gostinniy zalimizga ham zo'r mesalarni tashlab qo'ygan ekan do'stlar. Shundayimda moshni yashayman deb yaxshi holatda pishig'ishlar bilan solib qo'ygan uyimizni qiziqqanlarga $95,000 chiqardik. Bu endi ikkita cheklikligini ham hisobga olib qo'yasizlar, Oqo'rgani o'zidanligini ham hisobga olib qo'yasizlar. Shunday pomishinalar bilan do'stlar, o'sha $95,000 srochniy bog'da chiqdi. Dag'i qiziqqanlarga kichkina suylash yo'llari bor. Bu 4 ta komnata bo'lsa, meni bilishim bo'yicha bu yerda katta qo'limizdan bu yerda duval tortib qo'yadigan bo'lsanglar, bu отдельный 5-komnata bo'lib ham ishlaverar ekan. Mana bu yerga katta uje qo'limizga joy qolaveradi do'stlar. Shu uyimizda $95,000 dan dag'i kichkina kamini so'rab aytilgan nomerlarga chalib olsangizlar bo'ladi. Dokumentlariga mana men 150 emas, bir 200% javob beraman. Dokumentlar zo'r, sirazi olsanglar, sirazi nominglar o'tkazib beradigan, egalarini o'zining nomidagi zo'r, xullas tinchgina uyimizni olib qo'yinglar, kelib qo'yinglar. Chekterimizning to'liq adreslari Qorasuv shahrimizdagi Ismoilotda mechitga naproti joylashgan Oqo'rgani yo'lidan bosib kelganingizda, o'ng yoqqa Oqo'rgani maktab ko'chasiga burilib kelasizlar va bu Oqo'rgani maktab ko'chasi. Ya'ni maktabini atmosferani tugashi bilan bu yoqda qator ko'chalar uzun. Maktabdan o'tib bilan so'l yoqqa bursangizlar, asfalt ko'chadan kelasizlar va bu ko'chalarimizni eng oxirgi ko'chasidan o'ng qo'lga borasizlar. Sizlarga aytib o'tgan chekterimizni yo'lning so'l tarafida kelib qoladi. Narjoqdan kirim desangizlar, Telmon Rossiya zapravkaga naproti joylashgan Telmon ekini yo'lini bosib kelganingizda, bitta pered последний so'l yoqqa bursangizlar, sizlarga aytib o'tgan chekimizga kelib qolasizlar. Xohlasangizlar bu yoqqa qarangizlar, xohlasangizlar bu yoqqa qarangizlar. Xullas kalom, shu cheklerimizda aytilgan nomerlarga qaytalab qo'yib 0559 10 67 67. Shu nomerlarga kengroq qaylasizlar, bari o'zga ham shunday zo'r cheklarda, yaxshi bog'larda olib, butirib yashashlik hammamizga ham nasib.